ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Eslab gohi tanam muz qotsa, yurak yonib cho'g'ida. Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqindan kuzatib borayotgan turgan aziz obunachilar, navbatdagi darvozamizni qurib o'rnashtirib bo'ldik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Amravot qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Darvozamiz o'sha Dubay fasonda bo'ldi. To'liq 2 qavatli. Darvozamizga ishlatilgan materiallar: stoykalari 8 ga 8, 2,5 stena, qo'lni aylanasi 8 ga 8likdan bo'ldi. Pasti 8 ga 4 shivilli. Darvozaning o'zining rama profillari 6 ga 4 dan 1,7 stena bo'ldi. Listlarimiz 2 qavatli, 1,8 list qalinlikda bo'ldi. Orqaga oldi 1,8 lik qalinlikda bo'ldi. Darvozamizning razmeri eniga 350 va latiga 4 razmerda bo'ldi. 1 kvadratni 1,3 ming so'mdan tayyorlab berdik. Jami summasi 18,3 ming so'mga dostavkalar bilan kelib o'rnashyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda chiroyli qilib tayyorlab beramiz.